Assalomu alaykum hurmatli talabalar va tinglovchilar. Men Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti ichki kasalliklar propedevtikasi kafedrasi dotsenti Halimova Dilrabo Jalilina. Bugungi ma'ruzamiz me'da-ichak trakti kasalliklarini tekshirish, so'rab surishtirish, ko'zdan kechirish, paypaslash, laborator va instrumental tekshirishlar to'g'risida tushuncha, asosiy sindromlar, o'tkir va surunkali gastritlar simptomatologiyasi. Oshqozon ichak trakti bemorlarini tekshirish sxemasi, subyektiv metodlardan so'rab surishtirish shikoyatlari, asosiy va qo'shimcha shikoyatlari, anamnez morbi, anamnez vitiga e'tibor beramiz. Obyektiv metodlardan ko'zdan kechirganda bunda umumiy va mahalliy belgilarga va palpatsiya, perkussiya, auskultatsiyalarda, klinik laborator tekshirish usullaridan foydalanamiz va instrumental usullardan foydalanamiz. Qizilo'ngach kasalliklari bilan kasallangan bemorlarni so'rab surishtirishda asosiy shikoyatlarga e'tibor beramiz. Nisbatan nerv psixik xarakterdagi disfagiyalarda og'iz achchiqligi, tomoq tutilishi. Ikkinchi, nisbatan motor evakuator xarakteriga e'tibor beramiz va nisbatan dispeptik xarakterlarga e'tibor berib bu asosiy shikoyatlarga kiradi. Qizilo'ngach xastaliklarda fizik tekshirish usullari imkoniyati keskin chegaralangan, faqatgina ko'zdan kechirish bundan mustasno. Demak, fizik usullarda ko'rganimizda, mana ko'rib turganingizdek, rasmlarda keltirilgan ko'zdan kechirishda talaygina diqqatga sazovor alomatlari aniqlanadi. Bunda ko'zdan kechirganda ariqlash, hattoki kaxiksik holatda bemorlarni ko'rish mumkin. Qizilo'ngach rakida va axalaziyasida ham terini qurishi, oqaruvi qizilo'ngach rakida ko'rinadi. Palpatsiya informatsiyasi past va shuning uchun ham qo'llanilmaydi. Perkussiya ham bu ham informatsiyasi kam informatsiyaga ega. Auskultatsiya tushunarli sabablarga ko'ra qilinmaydi. Bu hammasi fizikal tekshirish usullariga kiradi. Instrumental tekshirish usullariga zamonaviy instrumental usullarga, bularga rengenologik, endoskopik, ezofagoskopiya, qizilo'ngachni manometriya qilish kerak, surunkali pH monitorlash kerak va impedansometriya qilinadi. Mana bu tekshirish instrumental tekshirish usullariga kiradi. Bravo radiokapsulasi yordamida 48 soatlik pH metriya qilinadi. Amerika Qo'shma Shtatlari Medtronic firmasi tomonidan 2003-yildan boshlab ishlab chiqarilayotgan Bravo pH radiokapsulasini erkin siljiydigan imkoniyatga ega emas. Maxsus moslama yordamida u qizilo'ngach epiteliysiga o'rnatiladi. Odatdan qizilo'ngach quyi sfinkteridan chamasi 5 sm yuqorida va bir necha sutka davomida odatdan 48 soat tutiladi. Qizilo'ngach shilliq qavatdagi pH muhiti to'g'risida bemorning qissasiga yoki gavdasining biron bir qismiga o'rnatilgan priyomnikka uzluksiz axborot berib turiladi. So'ngra olingan axborot kompyuterga tashlanadi va shu yo'sinda tahlil qilinadi. Vazifasini ado etgan kapsula bir necha sutkadan keyin epiteliydan ajraladi va najas orqali tashqariga chiqadi. Mana rasmda ko'rib turganingizdek, ish jarayoni kapsula o'rnatilgan va radiokapsulani priyomniki qissasida bemorni yoki rementida o'rnatib qo'yilgan va bu sutkalik zapisni olgandan keyin kompyuterga ko'riladi. Oshqozon va 12 barmoqli ichak kasalliklari bor bemorlarning asosiy shikoyatlari, demak bular og'riq sindromi, og'riqning xarakteri, intensivligi, lokalizatsiyasi, irradiatsiyasi, og'riqning davomiyligi, yuzaga keltiruvchi omillardan odatdan taom qabul qilgandan keyin 30-50 minut o'tgandan keyin og'riqning paydo bo'lishi. Ikkinchi belgilardan biri dispeptik sindromlar, asteno-vegetativ sindromlar, anoreksiya, og'iz achishishi, gipersalivatsiya yoki og'iz qurishi bilan namoyon bo'ladi. Ko'ngil aynish va qusishning asosiy sabablari ular gastrit, duodenit, peptit, yazvalar, pilorastenozlarda, ko'ruv, hid sezuv, tovush va ta'm bilishlarda o'zgarishlarda, labirintning ta'sirlanishida, labirintda, yirik organlardagi o'zgarishlarda, o't tufayli kasalliklarda, gepatitlarda va morfin, dioksin, alkogol ta'siridagi asosiy sabablar qusish markaziga ta'sir qiladi. Oshqozon va 12 barmoqli ichak kasalliklaridagi asosiy sindromlardan bulardan og'riq, dispeptik holatlar, gastroduodenal qon ketish, evakuatsiyaning buzilishi, asteno-vegetativ sindromlar, kaxektik sindrom, o'tkir qorin sindromlari bilan namoyon bo'ladi.
Oshqozon ichak traktidan qon ketishlarining asosiy sabablari ular oshqozon yarasi, 12 barmoqli ichak yarasi, gastrit va eroziyalar, izofagitlar yoki qizilingach yarasi, duodenitlar, varikoz venalari, o'smalar, Mallory-Weiss sindromi va boshqalar. Ayni paytda gastrointestinal qon ketishlarining 50% dan ortig'i bu nonsteroidli yallig'lanishga qarshi vositalarni ko'p qabul qilishdan namoyon bo'ladi va gastroduodenopatiya hissasi to'g'ri keladi. Qorinning topografik segmentlari, mana topografik sohalarni og'riqlarning lokalizatsiyasi, irradiatsiyasini identifikatsiya qilish uchun eng muhimdir. Ko'rib turibsiz rasmdagidek qovurg'alar yoyi, epigastral soha, kindik sohasi, yonbosh sohasi, old tomondan, orqa tomondan o'ng yuqori kvadrati, chap yuqori kvadrati, o'ng pastki va chap pastki kvadratlarni mana ko'rinib turibdi. Epigastral sohada og'riq quyidagi xastaliklarda lokalizatsiyalanishi mumkin. Demak, miokard infarktning gastralgik formasida, grupoz pnevmoniyaning abdominal maskasida kelganda, oshqozon va 12 barmoqli ichak kasalliklarida, jigar va o't yo'llari xastaliklarida epigastral soha og'riqlari o'zaro uchrashadigan joy bo'lib hisoblanadi. Oshqozon va 12 barmoqli ichak kasalliklarida fizik tekshirish usullarida bunda ko'zdan kechirishda habitusda og'riqlash, bemorda og'riqlash kuzatilishi, terining oqarib ketishi, tilda qarashlarning bo'lishi, yuzaki palpatsiya qilganda epigastral sohada og'riq, chuqur palpatsiya qilganda og'riq mushaklar taranglashuvi va epigastral sohada o'smada beradi. Belgilarda perkussiyada mental simptomning musbatligi, auskultatsiyada epigastral sohada suyuqlik chayqalish shovqini eshitiladi. Auskultatsiyada epigastral sohada fondoskop rastropi quyiladi. Erkin qo'l barmoqlari yordamida qorin oldingi devori bo'ylab liniya media anterior proyeksiyasida xanjarsimon o'simtadan kindikka qadar sirpanuvchi harakat amalga oshiriladi. Oshqozon quyi chegarasi odatdan sirpanuvchi tovush susaygan nuqtada joylashadi. Auskultativ perkussiyada ushbu kombinatsion usul amalga oshirilayotgan paytda tekshiruvchi barmoqlarning teri bo'ylab sirpantirilmaydi, balki yengil to'qillatib urib tekshirib ko'riladi. Qorinni ko'zdan kechirish jarayonidagi o'ziga xos holatlar, vrach qorinni kuzatish jarayonida bemorning o'ng tomonidan o'rin olishi shart. Qorin shaklini va ko'zga ilinadigan peristaltikani baholash paytida vrach qoringa yon tomondan nazar solish maqsadida o'tirishi yoki egilishi mumkin. Ayni paytda e'tibor berish lozim. Diqqatga sazovor elementlar quyidagi xastaliklarda uchraydi. Bulardan terida chandiqlar, chiziqlar, striyalar, pushti rangli chiziqlar, Cushing sindromida, teri osti venalarining kengayishi, sirozlarda, kindik va uning shakllari, demak bo'rtib chiqishi, atsid o'smalarda, kindikda bo'rtib chiqishlar va pushti rangga bo'yalishi, gemorragik pankreatitlarda, pastga siljishi atsidlarda, yuqoriga homiladorliklarda, chanoq organlar o'smasida namoyon bo'ladi. Ekximozlar, yumshoq to'qimalarga qon quyilishlarda, kindik atrofida Kuling simptomi, qorin yon devorlaridagi Rey-Turner simptomi, qorin simmetriyasida, qorin bo'shlig'i o'smalarida asimetriya kuzatiladi. Qorin sathi kuzatilayotgan paytda qorin oldingi devorni nafas ekskursiyasi ishtirokiga, teri osti venos anastomozlarga va operatsiyadan keyingi chandiqlarga alohida e'tibor berish lozim. Qorin old devordagi ko'p uchraydigan xirurgik chandiqlar. Xirurgik chandiqlar demak o'ng qovurg'a yo'yidagi chandiq, ko'rib turganingizdek rasmda o'rta oldi chandig'i, appendektomiyadan keyingi qolgan chandiqlarimiz, o'rta chandiq, qov ustidagi chandiq, qov cho'rasidagi chandiqlar, bular xirurgik chandiqlardan qolgan belgilar. Venos qon aylanishining 3 ta muhim kollateral turi mavjud. Ular quyidagi venos qon tomirlar obstruksiyasida ochiladi. Birinchi yuqori kovak vena. Qorin old devori yuqori qismidagi venos qon tomirlari kengayadi va qon oqimi pastga intiladi. Ikkinchi, pastki kovak vena. Qorin yon devorlaridagi venos qon tomirlari kengayadi va qon oqimi pastga intiladi. Uchinchi, portal venos tizimi. Kindik atrofidagi venalar kengayadi va kindikdan yuqorida joylashgan vena tomirlarida qon oqimi yuqoriga, pastdagilarga esa pastga qarab intiladi. Mana rasmga qaraymiz. Qorin old devordagi venos anastomozlar variantlari.
A. Normadagi holatda, B. Portal gipertenziyada, V. Pastki kovak vena obstruksiyasida qon oqimining yo'llari. Qorin yon konturi nazoratida rasmga qaraymiz. Demak, A'da pankreatitda qorinning yon konturi namoyon bo'lgan. B'da semizlik qorin yon konturi, V'da siydik pufagi Sh qorinning yon konturi bilan namoyon bo'lgan. Qo'shimcha tekshirish usullari rentgenologik, oshqozon ichak trakti kasalliklarida rentgenoskopiya, rentgenografiyasi va dodenografiyalar tekshirishi olib boriladi. Endoskopik tekshirish usullari bor. Morfologik tekshirish usullarida bioptotnik histologik tekshirishlarda olinadi. Funksional tekshirish ishlari olib boriladi. Oshqozon shirasining fraksion tekshirishlarida biokimyoviy tekshirishlar bor va immunologik tekshirishlar bor. Antigenlarga qarshi antitanalar titrini aniqlashda immunoglobulinlar titrini aniqlash bilan tekshirish usullari qo'shimcha tekshirish usullari olib boriladi. Qo'shimcha tekshirish usullaridan kapsulali endoskopiya. Bu olim Gabriel Iddan tomonidan 1981-yilda kashf etilgan kapsula bo'lib, bu kapsulani ko'rib chiqamiz. Demak, optik qalpaqi bor, linza fiksatori bor, linzasi bor, yoritgichi bor, kamerasi bor, batareyasi bor va uzatgich antennalari bor. Mana bular bo'laklarda, qismlarda bo'lingan kapsulalarni ko'rib chiqdik va bu kapsulani bemorga tavsiya qilamiz yutishni. Yutgandan keyin kapsulani endoskopiya orqali oshqozon shilliq qavatini nazorat qilamiz va kompyuterda buni qanday darajada ekanligini nazoratini olib boramiz. Ichak kasalliklarida so'rab surishtirish paytidagi shikoyatlar bemorlarda. Bemorlar abdominal og'riqdan shikoyat qilib keladi. Qorin dam bo'lishi, meteorizm bilan qorinda quldirashlarning bo'lishi va suyuqlik chayqalish shovqinlarining paydo bo'lishi, najasning suyuqlanishi bilan shikoyat qilib keladi. Qabziyatda, najasda patologik tuzilmalarning, shilliqlarning, ko'piklarning bo'lishi bilan shikoyat qilib kelishadi. Abdominal og'riq detalizatsiyasi uchun PQRST algoritmi bo'yicha ko'rib chiqqanimizda P og'riqni yengillashtiruvchi yoki kuchaytiruvchi omillar, Q og'riqni sifatiy ko'rsatkichlarini kuydiruvchi, o'tkir va hokazo. R og'riq irradiatsiyasini namoyon qiladi. S og'riq intensivligini, T vaqt ko'rsatkichlarini, og'riq davomiyligini. Abdominal og'riq patognetik variantlarini ko'rganda Gubergers bo'yicha 2006-yilda ko'rib chiqib, visceral va parietal aks etuvchi og'riqlar va funksional og'riqlar bor. Ichak kasalliklaridagi asosiy sindromlar bular: malabsorpsiya sindromi, ichakdan qon ketish, maldigistiya, ichak kolikasi, ichak diareyasi. Fizik tekshirish usullari osmotr, palpatsiya, perkussiya, auskultatsiya. Nazorat davomida qorin shakliga, to'g'ri, noto'g'ri, asimetrik va ularning o'lchamlariga, ichkariga tortilgan yoki do'ppayib chiqqan, umumiy yoki lokal dam bergan qorinlarda kindik, teri va teri osti kletchatkasi holatiga e'tibor berish lozim. Ichak xastaliklaridagi og'riqlarning tarqalish sohalari. Demak, qon sohasiga og'riq to'g'ri ichak kasalliklariga tarqaladi. Kindik sohasidagi og'riq odatdan ingichka ichak, appendiks va yo'g'on ichak paroksimal qismi jarohatlarida tarqaladi. Hipogastral sohasidagi og'riq yo'g'on ichak, siydik pufagi, siydik yo'llari xastaliklarida tarqaladi. Yo'g'on ichak xastaliklarida mansub og'riq tarqalish doirasi bundan kengroq bo'lib hisoblanadi. Qorinni ko'zdan kechirganimizda, demak, qorinning lokal yiriklashuvi, bu yerda churalarning borligi, kindik churasi bilan namoyon bo'lishi yoki mana ko'rib turganingizdek rasmda lipomatozlarning kasalliklarning bo'lishi va qorin bo'shliqlarida o'smalarning bo'lishi bilan namoyon bo'ladi. Bu ko'zda yaqqol namoyon bo'ladi. Qorin palpatsiyasi qorin yuzaki va chuqur, shuningdek mono va bimanual palpatsiyalari tafovut etiladi. Yuzaki palpatsiya davomida qorin oldingi devorga mutaxassis kafti yengil tekiziladi va barmoqlar unga 1 sm dan ortiq bosilmaydi. Chuqur palpatsiya yuzakka o'xshash, faqatgina barmoqlar qorinni 1 sm dan ortiq bosishi lozim. Yuzaki palpatsiya metodikasini mana ko'ryapmiz rasmda va chuqur palpatsiya metodikasini ham rasmda ko'ryapmiz. Palpatsiya nisbatan boy informatsiyaga ega va uni bajarish texnikasi aks ettirilgan bu rasmda. Perkussiya va auskultatsiyada
qorin perkussiyasi past informativ, atsidda to'mtoq, aksincha meteorizmda timpanik tovush eshitiladi. Auskultatsiya informatsion boy. Uni palpatsiya perkussiyadan oldin amalga oshirish darkor, chunki ular ichak shovqinlari xarakterini o'zgartirishi kuchiga ega. Fondoskop rastrubini qorin devorga qattiq kuch bilan bosish kerak emas. Normal ichak shovqinlari quldirash tovushlarini beradi. Ularning hosil bo'lish chastotasi 1 minutda 5 tadan 34 tani tashkil etadi. Peristaltika kuchaygan paytda qorindagi ichak shovqinlari baland va davomli eshitiladi. Misol hammaga ma'lum oshqozon quldirashi, ichak shovqinlari butun qorin bo'ylab eshitiladi, ammo ularni o'ng yonbosh sohasida eshitgan ma'qul. Ichak shovqinlari diareyada, peritonitda, ichak tutilishda va paralitik ilyusda o'zgarishi mumkin. Shuni ta'kidlash lozimki, ichak shovqinlari na sezgir, na spesifik va shuning uchun ham ahamiyatga molik diagnostik kuchga ega emas. Aksincha, suyuqlik chayqalish shovqini yetarli informatsion kuchga ega. U ko'p miqdorda suyuqlik va havo yig'ilgan paytda hosil bo'ladi. Baland tembrli chayqalish shovqini ichak tutilishi va oshqozon dilatatsiyalaridan dalolat berilishi mumkin. Qo'shimcha tekshirish usullarida bularda rentgenologik obzor rentgenografiyalarni kontrast yordamida, endoskopik tekshirish usullarida FGDS kapsulasi endoskopiyalarda, 2 ballonli enteroskopiyalarda, kolonoskopiyalarda, sigmoidoskopiyalarda, rektoramonoskopiyalarda va kaprologik tekshirish usullari olib boriladi. Najas formalarda, demak, surilishni tekshirish kerak. Qo'shimcha qonni tekshirishda umumiy qon tahlillarida, leykositlarda, kaliy, magniy, sing, umumiy oqsil, ularning fraksiyalarini, qondagi miqdorini aniqlash darkor. 2 ballonli enteroskopiya. Hrenon Yamamoto 2004-yilda mana rasmga ko'rib turganingizdek 2 ballonli enteroskop apparati orqali ham tekshirish ishlari qo'shimcha tekshirish usullaridan iborat. Gastritlar. Gastrit bu oshqozon yalliqlanishi nisbatan o'tkir hollarda hamda uning zaminida morfologik va funksional o'zgarishlari, progressiyalovchi atrofik jarayonlar, surunkali kechgan holatlarda yuzaga keladigan xastalik bo'lib hisoblanadi. Bunda o'tkir gastritning kelib chiqish sabablarini ko'rib chiqsak, dag'al mexanik jihatdan yaxshi chaynalmagan ovqat mahsulotlarini tez qabul qilish, palapartish ovqatlanish, shoshib ovqatlanish, infeksiyalar, stafilokoklar, salmonellalar va dori-darmonlardan, nosteroid yallig'lanishga qarshi preparatlardan, aspirinlar, shunga o'xshash preparatlarni qabul qilish, etanol, demak, egzoallergenlardan, nafas va buyrak, jigar va yurak yetishmovchilik kasalliklaridan kelib chiquvchi sabablar bo'lishi mumkin. O'tkir gastrit klinika endoskopik variantlarida, bularda simptomlarda kataral o'tkir gastritda og'riq, dispeptik sindromlar, ko'ngli aynishi, qusish, ovqat qoldiqlari bilan qusish, o't bilan qusish, subfibril temperaturaning bo'lishi bemorlarda, oshqozon patogen omillarining ta'siri kamida 6-8 soat davom etgach simptomlarning paydo bo'lishi bilan bo'ladi. FGDS va oshqozon diffuz giperemiyasini aniqlanishi bilan namoyon bo'ladigan kataral o'tkir gastritlar simptomlari. Demak, erosiv o'tkir gastritlarda ham og'riq, ko'ngil aynishi, diskomfort holatlarining bo'lishi, qon ketish xavfi bo'lishi odatda diagnoz faqatgina FGDS yordamida tasdiqlanadi va unda oshqozon giperemiyasi va ko'p sonli eroziyalar aniqlanadi. O'tkir gastritda mazkur turda gastroduodenal qon ketishining asosiy sababi sifatida xizmat qiladi. Surunkali gastrit bu oshqozon diffuz yoki segmentar uzoq muddat davom etuvchi yallig'lanishi bo'lib, u organning motor, evakuator va sekretor faoliyatini buzilishi bilan kechadi. Katta yoshli, 18 yoshdan katta aholining taxminan 50-90% da uchraydi. Surunkali gastrit etiologiyasi ekzogen va endogen bo'lib, ekzogenda dag'al mexanik jihatdan yetarli ezilmagan taomlar, etanol va uning surrogatlari, dori-darmonlar, helikobakter, kislota va ishqor pardalari. Surunkali gastritning etiologik sabablaridan endogenda, bunda o't refluksi, urimik holat, oshqozon
oksimiyasi, yurak qon tomir yetishmovchiligi natijasida, oshqozon mikrosirkulyatsiyasining buzilishi natijasida, oshqozon regenerator qobiliyatining buzilishi natijasida kelib chiqadigan sabablar. De Graham degan olim Helicobacter pylori'ni 20-asrning yangi chumasi deb ataydi. Avstraliyalik olimlar Nobel mukofoti laureatlari demak 1983-yilda surunkali gastrit xastalangan bemorning oshqozoniga birinchi marta yo'ysimon bakteriyalar Helicobacter pylori'ni aniqlashdi. Surunkali gastritning patogenetik variantlari. Surunkali gastritning A tipidagida esa 70-80%, B tipida 20-30%, C tipidagisida surunkali gastritda 10% ni tashkil qiladi. Surunkali gastritning klinik formalari: gipo yoki anatsit surunkali gastritlar, giperatsitlar surunkali gastritlar, gipertrofik meneteriya kasalligi 1888-yilda aniqlangan, erosiv surunkali gastritlar va rigidli antral surunkali gastritlar formalari mavjud. Surunkali gastrit diagnostikasini instrumental usulda tekshirganda fraksion zondlash, gastrin miqdorini qonda aniqlash, pH infeksiyasini aniqlash, rengenografik yoki rengenegroskopik tekshirishlar FGDS eng ishonchli usullardan biri hisoblanadi. Surunkali gastrit muolajasining asosiy prinsiplari demak antasidlar, tabiiy oshqozon chirasi, pepsidillar, gipo yoki anatsit, eradikatsion terapiya va prokinetiklardan berib terapiya olib boriladi. Bugungi ma'ruzamiz shundan iborat. E'tiboringiz uchun katta rahmat.